Pahlavon Mahmud. Pahlavon Mahmud ulug' shoir, mutafakkir, faylasuf. Xivada tug'ilgan. Shamsiddin Somiyning Qomus-ul-A'lom, Lutf Alibek Ozarning Otashkada asarlarida, shuningdek, Manoqibada yozilishicha, Pahlavon Mahmud olim, shoir, kuragi yerga tegmagan pahlavon, shu bilan birga po'stindo'z va telpakdo'z usta bo'lgan. Uning Kanzul Haqoiq, Haqiqatlar xazinasi nomli masnaviy yaratgani haqida ma'lumot bor. Pahlavon Mahmudning ruboiylari mashhurdir. Shoir o'z ruboiylarini fors-tojik tilida yozgan. Bu durdonalar asrlardan asrga o'tib, bir necha avlodni tarbiyalab, bizning zamongacha yetib keldi. Tarixda Pahlavon Abu Said Rumiy, Pahlavon Mahmud Ushshoq kabi allomalar nomi ham ma'lumdir. Har ikkala pahlavon musiqashunos, hofiz, bastakor sifatida dong taratgan. Pahlavon Mahmud Xorazmiy esa ruboiylari bilan tarixda qolgan. Har uchalalari ham maydonlarda kurash tushgani uchun pahlavon degan nom olganlar. Pahlavon Mahmud ruboiylarini o'zbekchaga To'xtasin Jalolov, Muinzoda, Vasfiy, Matnazar Abdul Hakim, Ergash Ochilovlar tarjima qilgan. To'xtasin Jalolovning yozishicha, Pahlavon Mahmud ruboiylarining Muhammad Rahimxon Feruz, shuningdek Hasan Murod Qori va boshqa xattotlar tomonidan ko'chirilgan nusxalari ham bor ekan. Hazrat Pahlavon hikoyatlari, Manoqiba Pahlavon Mahmud kabi risolalar alloma hayoti haqida xabar beradi. Uni Xorazmda Pahlavon Mahmud, Polvon Pir desalar, kitobu tazkiralarda Hazrat Pahlavon, Mahmud Piryovali, Mahmud Puryovali deb tilga olganlar. Otashkada va Qomus-ul-A'lomda ta'kidlanishicha, Pahlavon Mahmudning jangovorligini, jasurligini bildiruvchi qitoli taxallusi ham bo'lgan. Chunonchi dasti namirasatchu qitoli bazul fiyor, quvvat zipo uzur bozu nihodasi. Mazmuni, qitoli kabi qo'limiz yor zulfiga yetmas, garchi bor quvvat bilan harakat etamiz. G'iyos-ul-Lug'atda Puryovali Mahmud Xorazmiyning laqabi. Ba'zan bu so'z majoziy ma'noda pahlavonlar boshlig'i hisoblanadigan keksa polvonga ham berilgan deb yozilgandir. Eron olimi Said Nafisiy Futuvat juvonmardlik guruhining peshvolaridan biri mashhur shoir Pahlavon Mahmud Xorazmiydir deydi. Darvoqe, Pahlavon Mahmud po'stindo'z va telpakdo'z dedik, chunki u tariqat pirlaridan edi. Hazrat Bahouddin matoga gul solish kasbi bilan mashhur bo'lgan. Zero tariqat pirlari ma'lum bir kasbni o'rganib, shundan rizq ro'zlarini o'tkazgan. Naql qilinishicha, Pahlavon Mahmud Eron va Hindistonda ancha yillar yashagan. Ma'rakalarda kurash tushgan va uni hech kim yenga olmagan. Pahlavon Mahmud oliy himmat, mard, saxiy, vatanparvar inson bo'lgan. Manoqibadagi xabarga ko'ra, Pahlavon Mahmud Hindiston xalqi tomonida turib, Hindiston dushmanlariga qarshi jangda ishtirok etibdi. Jang payti o'z jonini xatarga qo'yib bo'lsa-da, Hind shohi Ray Rapoy cho'pani o'limdan qutqaradi. Shunda shoh Pahlavon Mahmudning bemisl bu jasorati, mardligini taqdirlamoqchi bo'lib, tila tilagingni debdi. Pahlavon Mahmud: "Ey buyuk shoh, bundan ancha yillar muqaddam mening vatandoshlarim Xorazmiylar bu yerga asir qilib olib kelingan. O'shalarni ozod etsangiz, birdan bir tilagim shu", debdi. Shoh hayron bo'lib: "Ey himmati baland pahlavon, agar yarim davlatimni tilaganingda edi, uni gap so'zsiz senga in'om qilgan bo'lurdim. Agar sohib jamol qizimni o'z nikohingga olmoqni so'raganingda edi, seni o'zimga kuyov etib, toju taxtimni senga bag'ishlagan bo'lurdim. Zero jasorating ulkan mukofotga munosibdir. Mayli, tilagingni bajo keltirdim. Vatandoshlaring ozod. Ularni Xorazmga borgunlaricha yegulik oziq-ovqat, kiyim-bosh, ulov bilan ta'minlashni ham buyuraman", debdi. Pahlavon Mahmud shohga qarab quyidagi ruboisini o'qitdi. "O'z nafsiga kim bo'lsa amir, uldir mard. Ham o'zgaga bo'lmasa haqir, uldir mard. Utmak sira mag'lutni tepib mardlik emas, tutsa qo'lidan zabunni uldir mard." Shoir ruboyisini eshitgan shoh qoyil bo'lib,
unga sarpo va ulov in'om qilibdi. Pahlavon Mahmud Hindistondan o'z vatandoshlarini olib Xorazmga qaytgan. Mo'g'ul totor bosqinchilariga qarshi jangda shahid bo'lgan vatandoshlari qabri ustida shoir o'z mablag'i hisobidan maqbara qurdirgan va u yerni obod ziyoratgoh etgan. Pahlavon Mahmud marhum bo'lgandan so'ng qabri ustiga vatandoshlari Purshkoh maqbara qurganlar. Butun olamdan yog'ilib kelayotgan sayyohlar pirimiz, ulug' shoir, mard inson qabrini ziyorat qiladilar. Maqbara devorlariga, peshtoqlariga shoirning ruboilari darj qilingan. Bu ziyoratgoh Xivada Hazrati Pahlavon pir nomi bilan mashhur. Keyinchalik ustod Pahlavon Mahmud maqbarasi atrofida Xorazm xonlaridan Abdulg'ozixon, Shoh Niyozxon, Muhammad Rahimxon I, Temur G'ozixon va boshqalarni vasiyatlariga ko'ra dafn qilganlar. Shuni ham ta'kidlash joizki, Pahlavon Mahmud ruboiylarida Qur'oni Karim va hadisi sharif ta'siri kuchli. Zero Sharqdagi deyarli barcha shoirlar bu ikki ulug' manbadan bahramand bo'lib ijod qilganlari sir emas. Ruboiylar: Umrimiz daraxtin past qilma Rabbi, borliq sharobidan mast qilma Rabbi, o'zing karam birla mard yigitlarni nokaslarga zeri dast qilma Rabbi. Jahon chehra, rangu ro'yi o'zingsan, aql daryo, uning suyi o'zingsan. Gul bargida shabnamdayin o'tirma, bu bog'chaning rangu bo'yi o'zingsan. Qalbingdagi shak shubha, gumon ketmishdir, ruh quvvati ham bir kun inon ketmishdir. Topdim deb aniq nishonni mag'rurlanma, topgan u nishoning benishon ketmishdir.